bilan tanishdim. Dada, u menga mos keladigan qiz deb o'ylayman. Uning ismi Lois. Mana bu. Yo'q, buvamning mashinasini so'ramay haydab ketib, halokatga uchradi. Har holda o'zi omon qolibdi. Salom dada. Qarang. Qarang, siz buva bo'ldingiz. Qizimning ismi Jessi. Unga Kub deb ism qo'ymoqchi edim, ammo Lois keyingisini shunday atashimizni aytdi. Buvam esa o'zini katta bobo deb atashimizni xohlamayaptilar. Buvamni esa hurmat qilyapmiz. Asarim, yig'lama, menga kela qol. Shirinim yana. Buvangga xayr degin. Xayr, buvajon, xayr. Yo'qolib ketganim uchun kechiring, ammo Jessi nobud bo'lgandan keyin o'tgan haftada buvam olamdan o'tdilar. Ularni oyim va Jessining yoniga qo'ydik. Sizni ham o'sha yerga qo'yardik, agar qaytganingizda. Merv dafn marosimiga keldi. Uni hozir kam ko'ramiz, ammo bu safar u keldi. Baribir siz gaplarini eshitmayapsiz. Buni bilaman. Bu xabarlarning bari qayoqada? Zulmat qo'yniga tushib ketadi. Lois menga sizni qo'yib borishim kerakligini aytdi. Va men sizni dada bilasizmi? Men sizni qo'yib yuboraman. Qayerdaligingizni bilmayman. Ammo ruhingiz orom topgan deb o'ylayman. Albatta dada. Meni kechiring. Salom dada. Siz yaramaz odamsiz. Aloqada bo'lgan vaqtlaringizda sizga hech narsa jo'natmadim. Chunki bizni tashlab ketganingizda jahlim chiqayotganda jim bo'lib qolganingizdan keyin sizni qaroringizga qo'yishim kerakligini tushundim. Ammo bugun meni tug'ilgan kunim. Bu boshqacha tug'ilgan kun. Chunki bir vaqtlar siz qaytib kelganingizda biz bir xil yoshda bo'lishimiz mumkinligini aytgan edingiz. Dada, bugun siz ketgan vaqtingizdagi yoshga kirdim. Demak, qaytib keladigan vaqtingiz yetdi. Senga xalaqit bergim kelmaganda. Ilgari seni bu yerda ko'rmagandim. Ilgari bu yerga kelmagandim. Men doimo Amelia bilan gaplashaman. Bu yordam beradi. Sen ham boshlaganingdan Men boshlaganim yo'q. Shunchaki ko'nglimdagilarni aytib oldim. ular hali ham o'sha yerdaligini bilaman. Men ham Ularning xabarlari nega bizga yetib kelayotganining sabablari juda ko'p.